Aytibdi. Ana Gamit aka, ana. O'qima qilasan, men aytdim shu yerda deb. Gamit aka? Gamit aka. Olgan, bizga rahmat qaratmayapti. Yaxshimisiz, Gamit aka? Stop. Yaxshi. Ha? Yo'q. Suvni oz ekan, bilasiz. Suv ichida bekin olganda bo'ladi. Bratam, nima bo'ldi sizga? Gamit aka nima bo'pti, bratam? Gamit aka, lekin bizda emas, ayb o'zingiz chiqdingiz. Da, hammasi amaliymi? Da, yaxshi. Ya, endi xafa bo'lgan bo'lsangiz, to'g'risini ayting. Bunaqa bo'lmaydi. Seriyozno o'zim chiqamiz, o'zingiz chiqdingiz aka. Nima qildi, urdimi, nima bo'ldi? Gamit aka, yaxshimisiz, aniq? Da. Qani menga qarangchi oldi? Ozgina aniq. Ha, все. Ko'zlar joyida. Va do'stlar, nima bo'lgan taqdirda ham muhim va darkret videoning yana bir qismini ko'rdinglar va bu videoning 5-qismi chiqishini xohlasanglar hoziroq 101 ming like va 20 mingta obuna kerak. Hoziroq bosinglar va darkret 5 chiqadi. Let's go aktivlanglar. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga 3 sonini yozib qoldiring. Chunki bizda 3 million obunachiga erishdik. Mana bu yerda esa bizdan yana bir yangi videomizni ko'rishingiz mumkin. Keyingi videoda 3 million! Omonxon! 3 million! Qayoqqa buni qildi? Nima bilmayman dashma qilishni, lekin hammaylar. Voy! Va! Voy, bular 3 million ozgina qoldi. Va! Omonxon 3 million! Bo'ldi do'stlar! Voy, bular! Ichim kirib ketdi. Va bilasizlarmi, nimaga men 3 million omonchini bunaqa bir oddiyroq qilib nishonladim? Kimdir shu haqida o'ylab ko'rdimi? Qani qolgan blogerlar, Omonxon bitta o'zing etsan deb chatga yozishyapti-da. Bu nishonlash emas 3 million obunachi. 3 million bunaqa nishonlamaydi. 3 million obunachini yaqinda fan встреча qilamiz. Juda ham katta sahna oldim. Kerak bo'lsa, o'zi atiga 500 tagami, 1000 taga eng ko'p pul mo'ljallangan joy bo'lsa, men o'sha 3000, 4000, 5000 kerak bo'lsa 10 million. Maqsad. Yo'q, qaqa kirib ketdi ichkariga. Kirib ketadi u. Voy, bular buni topish qiyin bo'ladi. Kirib ketdi buni. No, okey, bo'ldi. Bitta narsa aytaymi? Qo'rqinchliroq. Yana qanaqa qo'rqinchli mumkin bundan? Yana sal qo'rqinchliroq. Boya uyda bitta o'zimiz edik, endi unday emas. Yo'q, qayerga kirib ketdi? O'zi uyi ichida. Shashin, men qo'rqaman. Ovoz eshitilyapti. Orqa qilib turmaydi eshigiga uni. Ovoz eshitilyapti. I am selling the business. I'm not going to give up. Orqa qilib turmaydi eshigiga uni. Ovoz eshitilyapti. do'stlar. Qayerdan? Bashda, bu yerda qanaqa podol bormi, Maqsud? Mana zina bor. Chiqarib olish kerak buni. Men qo'rqaman, bilay. Ey, uyga kirib oldi, mana. Podol bor ichkarida. Yig'layapti, nima qotdi? Shoshmang. Qo'ya qo'yingda. Prokurorim aka, iltimos gapirmaylar, men qo'rqaman sizlardan, bilay. To'xta, endi tortib ketsa-chi sizni. Qayerga tortadi, bilay, bizning uyimizga kelaylik просто. Endi shu yerda qolamiz. Seni ko'rgimiz bor. Endi shu yerda qolamiz. Nimadir mumkin bu? Maqsud nima bo'pti? Qanaqadir o'yinchoqqa qarang qo'lida. Nima qilamiz? Militsiya chaqiramizmi? Qanaqa militsiya buni kim olib ketadi? Bu jinni qanaqa qiladi? Тупой. Nima xohlasan buni? Bir Kim bu? Do'stlar, qanaqadir kvass aktyormi bu? Uy bilan. Ko'zga qarang. Qo'sh. Yo'q, bizani ko'rmasin, bizani ko'rib kirmoqchi bo'pti. Bizani ko'rmas kirgisi kelmaydi, bilay. Endi nima qilamiz, bilay. Ну, давай просто qo'yib beraylik, что? Nimaga qo'yib beraylik, что bizani o'ldirsin. Ishini ochamiz, просто что дальше? Men sizlardan kichkinaman-da, meni himoya qilinglar. Kim men ham uylanmaganman. To'g'risini aytsam, biz 3 kishimiz, 3 ta katta, bilay. Просто что дальше? Men sizlardan kichkinaman-da, meni himoya qilinglar. Kim men ham uylanmaganman. To'g'risini aytsam, biz 3 kishimiz, 3 ta katta, bilay. Erkak, bilay. Da. Bu pachani chiqarib yuboramiz nimadir qilsa. Вот, mana mashina aytdim. Shuning uchun ham dayt kirgizdik, qani nima qiladi. Lekin to'g'risini aytsam, agarda bu meni urib qolsa, men qaytib borolmayman, qo'rqaman. Agarchi u seni ursa bor-ku, men seni okeyim bo'lib qochaman. Javob.
Hop, eshik ochamizmi? Toshib taqilib yotibdi, bilet. Kerak emas, ochimligi kerak emas. Bilet. Odammisan, san, ey. Do you speak English? O'zbekcha gapiryaptimi? Ochamiz biz. Bizni chaqirganimizga keldimi, so'raychi. Nimaga kelding? Böyle şaş. Общий язык kitoblik. Ana Google qildiranga to'g'risini aytsam, kimdir bizdan ustimizda kulot. Menimcha. Конечно. Boshqa varianti yo'q. Просто ochamiz. Давай. Ustimizdan kulayotgan bo'lsa, посмотрим. Qoching. Biz sendan qo'rqmaymiz. Hey. Nima xohlayapsan bizdan? Ye. Uy. Tupой sen qalay shuni qo'yapsan? Sen просто masikyor bilan qo'rqasan, tupой. Qoching. Eshikni. To'xtang, eshikni yoping. Kimsan bilan? Derazdan qochsam o'yin. Qamayli. Men telefonimda bo'yi polniy kameralari ulangan. Va hozir shu orqali bolani topaman. Chunki bitta o'zim qo'rqib ketaman, do'stlar. Men buni orqamdan qo'llagan shu qo'rqitordi meni. Albatta do'stlar, shuncha men qilishim albatta like bosib qo'yinglar. Chunki bunaqa video 66 ming like qarshiydi. Chunki 66 ming like va biz yana har xil darknetdan shunaqa ishlar ko'ramiz. Hey kid! Qo'rqaman bilan. Kimsan? Oddiy bola emasman dedi. Sasib yotibdi, bir keyin cho'milmagan. Nima unaqa omon ekan qo'ylab yuribdi. To'xtang, borishimiz kerak omon ekan. Menimcha yordam kerak. Yo'q, normal. Eshik yopildi. Hozirdan ovoz chiqdi. Poyezda bola olmayapti-yu. Yo, nima kerak edi? Chiqdi. Poyezda bola olmayapti-yu. Yo, nima kerak edi shu narsani chaqiribdi? Nima kerak edi o'zi darknetga kirib? Normal, bo'tdan chiqmayman jigar. Hozir nimadir qilib qo'ysa-chi omon ekan. Nima taklif berasan? Okey. Usta hozir orqasidan borish kerak deb poylash kerak. Ketdikmi? Descoperă noua gamă modernă pentru protecție solară Gero Vital. Qani hozir biz buni chalg'itamizmi? Shunda omonatga qochib ketishiga ham imkon bo'ladi. Chaqir chalg'ib tursang, ammo keyin o'taveradi shu xonaga. To'xtang. Keyin fayt. Всё. Qarang. Yoping eshikni. Yoping. Eshikni tez qufiling. Men senga aytdim. Bitta joyda o'tirish kerak edi. O'lmasdi ammo. Endi omonaga yordam beradimi deb ko'rasan. Bu nihoyat o'rtoqlar men oldindan ketdi va do'stlar bu uy kamerasiga men ulanganman. Mana hozir kiramiz. Koridorda. O do'stlar nimadir ketyapti? Yaqinroqdan qil. Do'stlar meni daftarimga ketyapti. Yo nima bu? Yo qanaqasiga bunaqa
bo'lishi mumkin. Va agar men mana shunaqa masshtabdagi video qo'ygan bo'lsam, nimaga hech kim like bosish kerak emas. Shuning uchun давайте hozirroq like bosib tashlaylik. Bunaqa videoga 66 ming like kerak. Chunki aynan men hozir o'zimni xuddi Rostakasim o'zisiga tushib qolgan his qilaman. Va sizlarga shu hissiyotni berish uchun mana shu kontentni sizlar uchun so'ngga qo'yaman. Va shuncha qilgan xarajatdan va shuncha joylarni arendaga o'rganib uchun albatta like bosing. Va obuna bo'ling. Chunki men tezroq 3 million obunachiga erishmoqchiman. Moment esa menda kameram yo'q. Bilmayman nima qilish kerakligini. Va bo'lmay men tarafga qarab kelmaydi. Bilar, hamma yo'q qop-qorong'i, svet. Qanaqasiga svet o'chirishgan? Mana tashqarida ham svetli, qop-qorong'i do'stlar. Hamma do'stlar chiqaman. Esachi urushaman. Farqi yo'q menga. Pasta do'stlar. Bizning texnikalar lekin bolalar yo'q. Mana do'stlar, klon, mana chizgan daftarim. Nimalardir chizib tashladi do'stlar mana daftarimga. Va men nimalar chizganini bilmayman. Lekin hozir bolani oldiga borishim kerak. Bola qayerga qarab qochdi. Mana do'stlar o'yinchoq. Bu qonmas-ku, bu menimcha qaranglar, bu kraska-ku bu, ha? Yo'q, qonmi? Eng qizig'i hozir agar biza chiqadigan bo'lsak, bizani ko'rdi deb yo'lga kirib ketganimizni eshitib, orqasida poylanib. Qanchacha taqillamayapti-da, quloq tinch. Indamay shu yerda o'tirish kerak. Bola qatta, bilet, bola qatta. Bola qattasizlar. Yo to'xting, manyak boyagi bo'lsa-chi, klon bo'lsa-chi. Anta qilgan bo'lsa-chi. Ha, mana. Mana, qonnisi. Omonning ovozida gapiryapti. Yapsi bola shotdi, bolani qilyapti. Eshik ochinglar. Ha, da, Omon aka. Kiring. Qani gap? Sizlar birgamisizlar? Bilet, sizlar nima ishingni qonga o'tib tursan oldinga keldimi? Boya sani oldingdan chaqirmoqchi bo'lgan paytda bizani oldimizga keldi. Lekin bolalar realni bu qanaqadir hazil emas bu. Yoki bu shu darajada professional aktyor yoki rostdan qanaqadir to'poy bor. Masalan, bo'lishi mumkin, jinnixonadan qochgan telba, tipa o'zini haqiqatan manakman deb yurgan. Lekin bu mana bu Darknet saytiga qanaqa aloqasi bo'lishi mumkin? Yana bitta narsa bor. Sen ko'p shu narsaga aralashib yurganing uchun maybe menimcha hamma narsa tez bo'lib ketib qoldi. Yo'q, men to'g'risini realni qo'rqman, vohima qilman. Va mana shu videoni olayotganim bu shtub odamlar bilsa qanaqa realni qo'rqinch olayotganini. Bu xuddi kinodek. Okay, mana nima qilamiz dalshi? Men bilmayman nima qilish kerak. Lekin qarang mana, vashit videochilar просто o'tirishganmiz, chiqish kerak. O'ylashim bo'yicha. Agar chiqishimizni xohlasanglar, vallahi like bosinglar. Shunaqa o'zimizni xavf-xatarga qo'yib nima qilardi-ya, bunaqa Darknetdan chaqirib. Menyusini topganligi nima gapmi nima? Menyuni ko'rib o'tiribmiz, bilay. Yo'q, eng qizig'i bu hali eng oddiysi menimcha. Bundan boshqa ham chaqirishimiz mumkin. Va o'rtalar albatta mana shu klon chaqirishimiz qolsa albatta like bosinglar, chunki 66 ming like va Gamit aka bilasizmi nima qilmoqchiman? Chiqamiz. Birinchi bo'lib maqsad beradi. Da, конечно. Eng kuchligimiz. Faqat da. To'xtinglar. Sho'tta ko'raman do'stlar. Shoshmang, просто shoshmanglar, bilet, qo'rq. Bu bilan qo'rqdim. Nima yo'qdi? Yaqlashyapti. Qanday qo'ysish, bratan, qo'ysish. Da kerak emas. Bilet. Kelma. Do'stlar, bu vashi tupoy bu shoninglar. Rostdan ham jinni ekan bu. Yo, birinchidan u nima qildi? Xaltidagi ishida, ikkinchidan bu bizdan tortimiz yeb qo'ydi. Bilayotgan bo'lsang bor, как будто ani qo'rqish o'yinlar sekin ko'tarilib ketayotganda edi. Yo, bu nima qotdi, qarang. Bilin, qanaqadir ichak cho'g'larni yeganda. Ana endi nima? Mana buni qarang ustidan, to'qib tashadi. Bo'y chaplayverma buni. Nima qilay? Qachon bundoq tur, Keling. Qo'y! Короче, ikkita plan bor. Bittasi to'pa hech qayerga chiqmasdan o'tirish. Yo'q, brat, men qo'rqaman. Men ancha qimmat narsalarim bor, bilan mosham turibdi ko'chada aka. Moshdan nimadir tezda pachashib ketaman men. Ikkinchisi, uchalamiz bittada boramizda, yiqitib qo'lini qayirib ko'chaga olib chiqib tashlaymiz. Da, shunaqa qilamiz. Meni mana shunaqangi tortlar bilan bejigan uchun govmi? Sen urasanmi? Da, men uraman. Iya. Boyachi ayda qo'shilganicha bilet. Shoshmanglar, qaranglar. Faqatgina mana shuni tashqi ko'rinishdan qo'rqaman xolos. Boshqa hech narsadan qo'rqmayman men. Shosman tashqi ko'rinishi bo'ladi-ku, takoy, просто takoy. Turibdi, men qo'rqaman bilan. Bu bashara bor, bu bashara bilan borku, keyingi harakati nimaligini ham bilib bo'lmaydi. Как psixik harakat qilyapti-da. Shuning uchun biz undan oldin harakat qilishimiz kerak. Как u bitta qadam oldi